Salom qizlar, bugun sizlar bilan birga oyog'imni epilator qilaman. Ko'plar o'ylashadi, что o'zim sotayotgan narsani o'zim ishlatmayman deb. Yo'q qizlar, har xudo xolis protsedurani sizlar bilan birga qilamiz. Apparat chiqadi, zaryadkasi chiqadi va обязательно britva ochkisi chiqadi. Men ochkisi qilaman, ko'zimni yumib qilaman. Ochkim bolajonim yo'qotib qo'ydim. O'shaning uchun bolalarni umuman uzoq tutinglar bu apparatni. Tushib ketsa, ishlamay qolishi mumkin qizlar. O'shaning uchun обязательно qo'lon-pulga olgan narsalarni tepada saqlanglar. Menga o'xshab bolalarga bermasdan. Xullas, podsoединять qilib olamiz. Amki birinmislar oyog'imni ochib, endi oldinglarda qilaman. Chunki hammalarga ko'rsatishim kerak. Only you, only you, only you, only you, only you qilib ochamiz. Xullas, qilishdan oldin обязательно britva qilib olish kerak. Men kecha britva qildim va bugun ishlataman. Siz ham agar apparat ishlatmoqchi bo'lsangiz, bir kun oldin britva qilasiz va ertangi kuni qilasiz. Nimaga qilinadi? Chunki britvada ko'zamizga shikast yetishi mumkin. Обязательно bir kun tiklanib oladi va keyin bemalol qilsa bo'ladi. Apparatni yoqamiz, knopkasiga bosib turamiz, muzlatish funksiyasini yoqamiz va oyoqni men 5 ta qilaman. 5 gradusda imomna knopkasi bor, bosib tursanglar avtomatik yoqiladi. Buni original podelkasi bor. Biz faqat originalini sotamiz. Sizlar aldanib qolmanglar. Podelkasi prujinali bo'ladi. Gapirmayman, videoni tezlashtiraman va sizlar bilan birga ko'ramiz va ko'zimni yumib qilaman. Ko'rayotgan edi, olib tashlasam lazer chiqmayapti. Qo'ysam sirasi ishlayapti, ko'rasizlarmi? Aqlli texnikada. Va bitta ishlatganlarda ikkita zonaga ishlatasizlar qizlar. Ya'ni bugun masalan qo'ltig'imni, oyog'imni qildim, ertaga intim zonam bilan boshqa joyimni qilsam bo'ladi, yuzimni qilsam bo'ladi masalan. Nega epilator oldin ishlatmagan ekanman deb juda ham afsuslanaman. Chunki depilatsiyada men bikini zonam bilan qo'ltig'imni qoraytirib o'rgandim qizlar va britva oyog'imni quvurganimdan yara bo'lib ketgan. Ya'ni xunuk bo'lib ichiga o'sadigan tuklar bo'lib ketgan va epilator qilganimdan beri umuman oyoqlarim top-toza, silliq, chiroyli bo'lib turibdi qizlar. Faqatgina iltimos, sxem bo'yicha to'g'ri qilsanglar natija bo'ladi qizlar. O'zlaridan o'zlar prosta olib, sxem bo'yicha qilmasanglar natija bo'lmaydi qizlar. Bizdan olgan qizlarga hammasiga to'g'ri sxemani tashlab beramiz va inshaalloh natija zo'r bo'lib yurishadi. Faqatgina sabr kerak. 8 haftada birinchi natijalar ko'rinadi qizlar. Va bunda intizom kerak qizlar. Iltimos intizominglar yo'q bo'lsa olmanglar qizlar. Prosta xarid qilib tashlab qo'yish bu ishlamaydi. Prosta xarid qilganinglar bilan tuklar kamayib qolmaydi qizlar. Birinchi oyog'imni tugatdim, endi ikkinchisini qilib olamiz. Qiyinmi qizlar? Umuman yo'q qizlar. Qo'rqmasdan xarid qilinglar. Emozullarga mumkin. Homiladorlarga mumkin emas. Qizlarga ham mumkin. Qizlar bemalol 16 yoshdan ota-onalardan so'rab xarid qilsalar bo'ladi. Sekin-sekin tuklarni kamaytirishda boshlasalar bo'ladi. Mana bunaqa bilasizlarmi? Barmoqda ham tuklar bo'ladi. Shu barmoqchalarimga ham qilaman mana. Qo'ldagi barmoqlarga ham qilsa bo'ladi. Men qilmayman, chunki meni smushasi qilmaydi. Men faqatgina shu oyog'imga, bikini zonamga, qo'ltig'imga qilaman. Qo'limdagi tuklar menga umuman xalaqit bermaydi qizlar. Xullas, agar sizlarga ham kerak bo'lsa, zakaz uchun kommentariyaga Xonzoda so'zini yozinglar. Men sizlarga Telegramda tashlab beraman. Telegram orqali ma'lumotlarni tashlab beraman. Instagramda SMS ko'p, shuning uchun Instagramda javob beramiz qizlar. Kommentariyaga yozinglar. Xonzoda deb seni yaxshi ko'raman. Bu videoni tuki ko'p deganingizga jo'natib qo'ying. Hozirdan tiklar bilan kurashni boshlasa, keyin maza qilib yuradi.